Auditoriya obunachilari, bugun sizlarga emizikli ayollarning ovqatlantirish to'g'risida suhbat olib boramiz. Bugungi suhbatdoshimiz Buxoro viloyati bolalar ko'p tarmoq tibbiyot markazining neonatolog vrachi Zokirova Gulbahor Qobilovna bo'ladilar. Assalomu alaykum Gulbahor Qobilovna, xush keldingiz auditoriyamizda. Bugungi kunimizda ko'p ayollarimiz tug'ruqdan keyin qanday ovqatlanish kerakligini, tartiblarini bilishmaydi. Shu haqida bir sizdan iltimos, shu haqida bir chiroyli suhbat olib borsangiz. Juda kerakli mavzu bu hozirgi sharoitda bizlarning yoshlarimiz uchun, kelajak avlodning o'sib ulg'ayishi uchun bu albatta ona sutiga teng keladigan mahsulotning o'zi yo'q. Men birinchi navbatda har bir yangi toza tuqqan ayollarimizga tavsiyalarim bu kelgan, masalan bizga murojaat qilgan har bitta qaynona kelinlarimiz nima ovqat iste'mol qilasiz deb so'rasak, bizning xalqimiz hech narsa yemayman, faqat atalar, sho'rva. Bu juda ham noto'g'ri, chunki ayol to'g'ri, ratsional ovqatlanmasa, yetarli darajada bolasiga sut yetkazib bera olmaydi. Hammamiz bilamizki, har bir chaqaloq tug'ilgandan 6 oygacha asosan ona suti bilan o'sib rivojlanishi kerak. Hozirgi kunda bizning ko'p chaqaloq murojaat qilayotgan bolalarimizni onalari hammasi 80% ayollarimizning qo'lida qo'shimcha ovqatlantirish, har xil sut mahsulotlarini berib bolalarni katta qilishyapti. Lekin bu sun'iy ovqatlangan bolalarimiz o'sib rivojlanishi uchun, ularning ovqat hazm qilishiga, aql rivojlanishiga bu ovqatlanishning katta ta'siri bor. Sun'iy ovqatlanadigan bola bilan tabiiy ovqatda ona sutida bo'lgan bolaning farqi katta. Agar bola to'liq ona suti bilan rivojlansa, o'ssa, 2 yilgacha ona suti bilan o'sib rivojlansa, bu bolalar tez kasallikka chalinmaydi. Har xil allergik kasalliklar bularda kuzatilmaydi. Ichki ketishlar, kasalxonaga yotishlar, masalan bir xil chaqaloqlar sun'iy ovqatda bo'lgan bolalarimiz 6 oygacha kamida 2 marta, 3 marta shifoxonaga tushib davolanishadi. Ko'krak sutidagi bolalarimiz esa 1 marta, 2 marta murojaat qilishadi. Murojaat qilsa ham shu yengilgina o'sha kasallik o'tib ketadi. Shuning uchun men tavsiya qilardimki, ayollarimiz uyda har bir ayol o'zida bitta alohida daftar olib borsa-da, kuniga o'ziga 5 marta, 6 marta menyu tuzib, bir kunda 4 marta, 5 marta ovqatlanish kerak. Suyuqlik ichish kerak. 2 litrdan ortiq suv ichish kerak. Suvni ham oddiy qaynagan suv emas, quritilgan mevalardan kompot qilib ichish mumkin. Shunda ham shirasi pastroq bo'lishi kerak. Agar bizda novat choy ko'p ichadi xalqimizdagi nimalarimiz-ki, lekin juda ham ko'p shirinlik iste'mol qiladigan bolalarimizda o'sha nimadagi sut tarkibida uglevod miqdori ko'payib ketsa, bolalarimiz hali ichagi oshqozoni uni perivarit deydi, hazm qila olmaydi va ko'proq ichak sanchiqlari vujudga keladi, qorinchasi damlaydi, bezovta bo'ladi. Lekin bu bilan ovqatlanishni cheklab qo'yish kerak emas. Eng ko'p tavsiya beradiganim men ayollarimizga ko'proq guruchli ovqatlar, grechka bo'tqasi, ertalablari erinmasdan shirguruch pishirib yesinlar. Bir kun grechka, bir kun shirguruch, bir kun gerkules qilib o'zlariga menyu tuzish kerak. Ovqatda albatta yog'siz go'sht iste'mol qilishlari kerak, ko'proq dimlangan, qaynatilgan go'sht iste'mol qilish kerak. Mevalardan olma ko'proq iste'mol qilish kerak. Olma, nok iste'mol qilish mumkin. Sabzavotlardan kartoshka mumkin, lekin qovurib, ko'p yog'li ovqatlar, qovurilgan, dudlangan ovqatlarni tavsiya bermaymiz. Go'shtli ovqatlar ko'proq iste'mol qilishlari kerak. Nima mumkin emas? Ko'proq bolalar, ayollarimizga, hozir yoshlarimiz qaysisiga qaramasangiz, oldida gazli ichimliklar, kola ko'p iste'mol qilishadi, har xil shirinlik, suyuqliklarni, sun'iy sharbatlar ichishadi. Shuni o'rnida uyda, uy sharoitida quritilgan mevalardan kompot iste'mol qilishlari mumkin. Sut mahsulotlaridan ko'proq pishloq, yog'siz qatiq, yogurt uy sharoitida, tvoroglar uy sharoitida tayyorlangan mahsulotlarni, sariyog' ko'proq yeyishlari kerak. Yana bundan tashqari bolalarimizga D vitaminini ko'proq tavsiya qilaman. Masalan, kam vaznli chaqaloqlarimizni, kam tug'ilgan vaznli chaqaloqlarimizga vitamin D mahsulotini 10 kunligidan, 20 kunligidan yetib tug'ilgan chaqaloqlarimizga D vitaminini
kunida profilaktik dozada 1-2 tomchidan berishlarini tavsiya qilardim. Chunki hozir qish davrida quyosh kamroq, bolalarimizni ko'chaga olib chiqishmaydi. Natijada bolalarimizda raxit rivojlanadi. Raxitga chalinmasligi uchun bolalarimiz onalarimizga ham, ayollarimizga ham D vitamini iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Endi hamma oilalarda ham bo'ladi, kimdadir allergiyaga moyillik bor. Agar bolalarda shu allergiyaga moyillik bo'lsa, masalan, sut mahsulotlari ozgina cheklanadi. Aynan sutni o'zi. Sutni o'zini ertalab masalan qaynatilgan xom sut ish umuman mumkin emas. Sut mahsulotlarini masalan qaysi taomga allergiya bor, ozgina sinab ko'rib iste'mol qilish kerak. Kelajakda o'sha bolamiz allergiyaga moyillik kuchayib, allergik kasallikka chalinmasligi uchun sitruslardan saqlanishimiz kerak. Gulbahor Qobilovna, aytingchi, ko'pchilik chaqaloqlarimizni qornlarida sanchiq bo'ladi, ichaklarida. Qaysi mahsulotlarni onalar iste'mol qiladi va bolalarning ichaklarida sanchiq paydo bo'ladi? Va ikkinchi yana bitta savolim, allergen to'shmalar to'shib turgan bolalarda onalarimiz nima yeyishi mumkin emas? Shularga qanday e'tibor qaratish kerak? Endi hozir aytib o'tganimda, asosan bolalarda ichak sanchig'ini olib keladigan narsalarimiz, bu mahsulotlarimiz juda ham shirin bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish, masalan, shirin ichimliklar, gazli ichimliklar, xamirli ovqatlarni iste'mol qilish natijasida dudlangan, tuzlangan, masalan, karam mahsulotlarni iste'mol qilganda qorinda sanchiq ko'proq bo'ladi. Allergik toshmalar toshishiga kelsak, bu agar shu oilada oldingi farzandida allergiya toshma, chilla bo'lgan bo'lsa, o'sha otasida yoki onasida qanaqadir allergik toshmalar nima sababdan kelib chiqayotganini agar bilsa shu ayol, o'sha narsalardan ozgina cheklanish kerak. Masalan, tuxum mahsulotlaridan allergiya bo'lishi mumkin, tovuq go'shtidan, ko'chadan olib keladigan fast foodlarni iste'mol qilgan paytda bu allergik toshmalar toshishi mumkin. Keyin qizil rangli mahsulotlar yeyish taqiqlanadi. Mevalardan faqat ko'k olma yeyish mumkin, nok iste'mol qilish mumkin allergiyasi bo'lsa, sut mahsulotlaridan cheklanish kerak bunaqa ayolimiz. Agar to'liq ratsionida shu allergiya olib keladigan sitrus narsalardan o'zini tiysa, allergiyaga moyillik kamayadi shu bolalarimizda. Gulbahor Qobilovna, ko'pchilik emizikli ayollarimiz qomatim buziladi deb o'zgarishga harakat qiladi. Bu qay darajada to'g'ri va qay darajada noto'g'ri? Haqiqatan ham hozirgi juda ko'pchilik yoshlarimiz qomatim buziladi deb bolalariga ko'proq sun'iy ovqat beradi, tezroq semiradi, bolam tezroq yetiladi deb. Lekin ovqatdan tiygandan keyin o'zini suti ham kamayib ketaveradi. Qancha ko'p ayol emizsa bolasini, sut ham shunga yarasha yetib kelaveradi. Agar o'sha kaloriyasi pasaysa, bolaga to'liq o'sha mahsulotdan keladigan sut kaloriyali bo'lmasa, bolalarimiz vazndan orqada qoladi. Qo'shimcha ovqat bergandan keyin tez kasallikka chalinadigan bo'ladi. Shu sababli onalarimiz ovqatlanish ratsionlarini to'g'ri olib berish kerak. To'g'rimi? Kerak. Bugun degan narsa bo'lmasligi kerak. Birinchi navbatda farzandni qo'yish kerak. To'g'rimi? Gulbahor Qobilovna, bugungi suhbat uchun sizga rahmat. Hurmatli auditoriya obunachilari, sizni yana qanday savollar qiziqtiradi? Ovqatlanish to'g'risida, bola parvarishi to'g'risida albatta kommentariyaga yozib qoldirasiz. Biz harakat qilamiz sizni savollaringizga to'liq javob berishga.